Zanuyda kelin bor. Voy. Serfarzand bo'ling. Xush kelibsiz xolajon. Xushvaqt bo'ling. U kelin juda chiroyli ekan. Opa, siz yaxshimisiz? Voy, Qizim, kim o'tir? xola. Men ham shunaqa kelin bo'lamanmi? Qizim, uyat bo'ladi-ya. Bunaqa gaplarni gapirma, uyat bo'ladi. Yaxshi niyat qilsa yomonmi? Qo'yavering. Jiyanginamni qalbi toza. Xudo xohlasa, sen ham yaxshi joylarga kelin bo'lasan. Ura! Choy. Men ham kelin bo'lar ekanmi? Men ham shunaqa salom beramanmi? Ha? Sen ham mana shunaqa chiroyli salomlar qilasan. Kelin, siz yaxshimisiz? Rahmat xolajon. O'rganib qoldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Dilnoza, bo'ldi. Oyi, chiroyli salom berdimmi? Ha, chiroyli salom qilding. O'tir, o'tir bolam. Kel yonimga kel. Voy! Qizim, Dilnoza, kel yonimga. qizim. Hayron bo'lyapsiz-a? Ochig'i, Dilnoza qizimni ko'ngli juda toza. Faqat shu biroz yosh bolaga o'xshab fikrlaydi-da. Haligi nima desam ekan, 5-6 yoshli qizaloqni fikriday bo'lib qolgan, fikrlashi. Kechamda opa. Bu nima deganingiz? Jiyanimni aqli butun. To'g'rimi, Dilnoz? O'zi juda ham aqlli, yaxshi qiz. Faqat erka toroda. Ha, Oyi, nimaga kelin choyni turib beryapti? Choy, xolajon. qizim, Rahmat. shunaqa bo'ladi. Jim o'tir, ko'p gapiryapsan. Bo'ldi opa, urishmang. Jiyanim qiziqyapti. Qizim, qayoqqa ketyapsan, bolam? Kenayini yopinchig'ini olib kel, qizim. Bo'ldi opa. Uni urishmang. U ham qiziqib, oynada ko'rmoqchida salom qilib. Jiyaningni yaxshi bilasan-da. Bilaman-ku. Axir jiyanimni o'zim ko'tarib katta qilgan bo'lsam. Ha, Bo'lmasa choy yangilab kelaman. Ha, xo'p. Keliningiz biram yaxshi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Salom, salom. Salom, salom. Voy, ovqat? Hey, issiq ekan. Suvi qolmabdi-ku. Endi kelin oyimdan gap eshitadi. Siz olib qo'yaman. Endi buni aralashtirish kerak. Ana, endi zo'r ovqat bo'ldi. Salom, salom. kelin. Qizim, Hozir oyijon. Labi oyijon. bolajonim, ovqatlaringizni tayyorlang. O'g'lim ham kelib qoladi. Bo'ldi. Tayyor bo'lib qo'ygandir. Hozir qarayman. Ha, qaray qoling, bo'lmasam.